musulmonman degan fuqarolarga, hamyurtlarimizga eslatma qilib qo'yamiz. Bugungi kunda mana bu mojaroga aylangan o'qituvchi ayol, soliqchi va militsiya, ichki ishlar xodimlari o'rtasida bo'layotgan mojaroni biz ko'rdik. Tangani bir tomonini ko'rdik, guvohi bo'ldik. Ya'ni mana shu xodimlar urushgan, srog olishgan. Endi tangani ikkinchi tomoni, tangani orqa tomonini ham ko'radi. Musulmonman, misol sizga musulmonmisan desam, musulmonman deganingizdan keyin musulmon qolipida ham yurishingiz kerak. Birodarlar, musulmon qolipida yurishimiz kerak. Ya'ni sizga hozir bir ustoz qori akamiz aytgandek, ma'ruzalarida hammaning o'zini qolipi bo'ladi. Xuddi shunday musulmon kishining o'zini qolipi bo'ladi. Agar sizga oyoq kiyimingiz 40 kiyasiz u 38 razmerda berib, mana bu bir noyob, nodir holatdagi oyoq kiyim shuni kiy desa olib kiyasizmi? Olib kiymaysiz. Xuddi shunday bugun sizga musulmonmisan deb savol berganda, hamma musulmonman deb javob berganingizdan keyin bu holatda Alloh va Rasuli nima degan deb inson, musulmon odam o'ziga bir savol beradi. Endi bugun O'zbekiston idorasi shu darajada og'izlari yopilgan, bu narsani gapirib ham chiqa olmayapti, ayta olmayapti. Lekin mana shu xodimlar, ana shu ayol va soliqchi, shunday hammanglar borib Afg'oniston postusiga borib viza ochtirasizlarda, Afg'onistonga boringlar, bizga Alloh va Rasulini, biz musulmonmiz, shariat bo'yicha bizga hukm chiqarib ber deb aytinglar. Ana shunda keyin mana hozirgi kunda siz ustiga kirib borgansiz, bu o'zi yalang'och bo'lgan deb videoni chiqardingiz, lekin bu video sizni qonunchiligingizda hech qanaqa sizga uzr bo'lmaydi, yo boshqa bo'lmaydi. Siz buni juda yaxshi bilasiz. Bugungi kunda ichki ishlar shunaqa vugl zagnan deydi-yu, shunaqa holatdasizda, chunki Alloh va Rasulini hukmi bo'yicha hukm qilinganda agar yo siz shuni ustida bir kurash olib borganingizda edi, hozir sizga hech bo'lmaganda insonlar mana shu shariat bo'yicha qaysidir jihatlaringizda sizga hukm qilib berardi. Hozir mana endi ana shu Afg'onistonga chiqib turib, siz qoziyatga uchrab, shariat bo'yicha bizga hukm chiqarib berdi deydigan bo'lsangiz, siz tepgan odamingiz mana shunaqa tepki bilan javob olinadi. Qaysi biringiz tepgan bo'lsangiz, shu ayolni, shu ayol yoki bir ahli kelib turib sizdan shunaqa qasos oladi, tepib. Musulmon qolipi bo'yicha bu misol mana adolatli hukm yashasin sud deb fuqarolar hammasi bir nima qilyapti. Subhanalloh birodarlar, bu adolatli hukm bo'lgani yo'q. Alloh va Rasulining hukmidan boshqasi adolatli emas. Mana shu sizni qolipingiz bo'lishi kerak. Bizi O'zbekistonda misol qani shu diniy idora ham o'zini bir yasini chiqarib, shariatda bunaqa bo'pti ijro qila olmayotgan bo'lsak ham hech bo'lmasa bir fikrimizni bildirib qo'yishimiz kerak edi. Qayerdan mana kelib chiqqan, biz o'zimizga savol berishimiz mumkin. 8-martlar qayerdan bir nima bo'lib kelib chiqqan, tarixni o'rgansak, shunga o'xshash holat bo'lmayaptimi hozir? Odam bir ozgina bo'lsa ham vijdonli ham bo'lish kerak-da. Mana sizlarga oltoviylar, necha kishilar bo'lsanglar shu ishni ustida xolisona xalqni aldashni keragi yo'q. Bu savodsiz juda ko'p insonlar yashasin sud, siz g'olib bo'lganingiz yo'q, inshaalloh siz g'olib bo'lmaysiz. Bu narsa hozir biz ijro qila olmayotgan bo'lsak ham inshaalloh mana Allohning bir yordami bilan Afg'onistonga nusrat keldimi? Dinni go'zalligini qarang. Bizga Tolibonni shunaqa xunuk qilib ko'rsatilgan paytida. Lekin Tolibon kelgandan keyin ana shu narko bizneslar hammasi yopilib ketmadimi? Buni
demokratlar Afg'onistonni narko priton qilib qo'yishgan ekan. Zavod o'sha yerda bo'lgan, plantatsiyalar katta-katta. Buni demokratlar qilmadimi shu narsani? Tolibon birodarlar kelgandan keyin nima qildi? Butun boshli plantatsiyalarni yo'q qilib yubordi-yu. Garchi u hammamiz bilamiz, katta bir mablag' keltirsa-da. Lekin o'shani voz kechib yo'qotib yubordi bugungi kunda Tolibon. Demak, islom, Tolibon bizga ko'rsatilgandaqa emas ekanmi? Shuning uchun siz har bittangiz musulmonman degandan keyin har bitta holatni Alloh va Rasuli nima deyapti degan holatga solishingiz kerak. To'g'ri, ayol kishini urib bir nima qilishi noto'g'ri ish bo'lgan, lekin mana shu narsani Allohning kitobida nima deyilgan? Ana shu tepki yegan ayolni ahli, oilasi boradi, qoziyatga borib holatni tushuntiradi. Bu turib beradi xodim, xuddi shunday tepiladi. Ana shu bolalar. Endi bularni qo'lida ham qandaydir bir nima bo'lsa, shu kirib borganda fahsh ustiga kirib borganmi, yalan o'sha videosini ko'rsatadi. Tolibondagi qoziga ko'rsatadi. Bu ayolga darra urilinadi. Yoki isbotlab berilsa, bu ayol rajm qilinadi, ya'ni toshvarang qilinadi. Tamom, Allohning oldida yuzi yorug' bo'ladi ikkovini ham. Ya'ni Alloh bu aybni oshkor qildi. Ya'ni Allohning sunnatida ayblarni xohlasa oshkor qilmay o'zi kechiradi, xohlasa oxiratga olib qo'yadi, oxiratda azoblaydi, xohlasa bu dunyoda oshkor qilib turib va musulmonlar qo'li bilan bu ayblar jazo beriladi. Shuning uchun biz g'alaba qozondik deb dong urayotgan musulmonligingizga endi Allohga duolarimiz yetib bordi deb gapirganingizdan sizga shu narsa murojaat qilinyapti. Siz g'alaba qozonganingiz yo'q. Bordi-yu ertaga O'zbekistonda O'zbekiston islom davlati bo'ladigan bo'lsak, biz musulmonmiz, bizning pozitsiyamiz shu. O'zbekiston islom davlati bo'lishini xohlaymiz, demokrat bo'lishini xohlamaymiz. Biz demokratiyani ko'rdik, qancha chuqur kirsangiz bu siyosatga shuncha sasiydi. Buni tevadagi siyosatchilar juda yaxshi biladi. Islom davlati bo'lishidan juda qo'rqasiz. Hali go'yoki bizga uqtirib kelinganda bu eskicha halinaqa savremennost hamnafas bo'lib yurish kerak. Biz shuncha yildan beri savremenностьga hamnafas bo'lib yurib, bugun nima topdik bugun? O'sha eskicha yurgan, sallada yurganlar bugun Amerika bilan Isroilni tiz cho'ktirib yubormadimi, mundaycha qilib aytganda? Siz yomon qoralab ko'rsatgan ana shu eskicha. Bizda nima bor bugungi kunda? Bizda qurilayotgan kollej bir qurilishdan boshqa hech nima yo'q, imorat qurishdan boshqa. U imoratni ham juda do'ndirib qurib qo'yayotganimiz yo'q. Shuning uchun musulmon o'laroq Allohga qaytaylik. Hidoyatlaning, ana shu ichki ishlar xodimi yo boshqa bir strukturadagilar, podshoyimiz hidoyatlanaylik. Islom shariatini tatbiq qilaylik. Mana siz inshaalloh kimdan qo'rqamiz biz? Biz Rossiyani davleniyasidan qo'rqamiz, Yevropani yo boshqani biz hech kimdan qo'rqmaydigan bir ummatmiz-ku, xalq bo'lishimiz kerak emasmi? O'zbeklarni bizni qonimizdagi qaysarlikni qarang, Rossiya misol deport qilsa, deport qilib yuborur deyapmiz-ku. O'sha yerda topayotgan noningga ham boshqanga sabr qilib, mana kelib shu yerda tirikchilik qilib yuribmiz. Xalqni qancha islomlashtirsangiz, xalqingiz shunaqa darajada bir kurashadigan, sabr qiladigan bo'ladi. Qancha uni materialist qilib tarbiyalab qo'ysangiz, ozgina och qolsa ham dod faryod solib o'zingizga anaqa qiladi. Shuning uchun bugungi kunda katta onaxonlar kommentlarida yozib, voy ona qizim,
g'alaba muborak bo'lsin, malades, ola qizim deb gapiradi. Xato ish qilmanglar. Bu g'alaba emas bu. Buni ichki ishlar xodimlari agar isbotlayman, oxirgacha kurashamiz, sizlar qo'linglarda endi videolar turibdi. Hammanglar chiqib turib, yana bir qaytaramiz, Afg'onistonga chiqib, Afg'oniston hukumatidan bizni shariat bo'yicha hukm qilib bering bizga deb aytinglar. Keyin ommaga chiqaringlar. Ana shunda bugungi kundaqa Google zag'nin bo'lmaysizlar. Yo bo'lmasam biz o'zimizni pozitsiyamizni gapirib O'zbekistonda shariy institutlarni quvvatlantirishimiz kerak. Shariy institutlarni quvvatlantirishimiz kerak. Qani misol mana biz hidoyat topishingizni xohlaymiz, lekin mana shu gap uchun ham olib kirib qamashingiz mumkin. Mana shu gap uchun ham bir xullas bizga sinov kelishi mumkin, lekin inshaalloh eng achinarlisi shu ayolni mavzusi dolzarbmi bizga? To'g'ri, tahqirlangan bo'lsa, huquqlari, shar'iy huquqlari, ya'ni o'sha poymol qilingan bo'lsa, buni shar'iy huquqini biz olib berishimiz kerak. Lekin aytganimdek, shariat yuzasi bo'yicha olib berishimiz kerak. Eng achinarlisi ahli ilmlarimiz Tursiyalardan olib kelib qamalinyapti, indaganimiz yo'q, chuq deganimiz yo'q. Qanaqa bizni farzandlarimizga, bizga ma'naviy foydasi tegadigan insonlar yo'q qilinyapti, olib kirib ketilyapti, biz indayotganimiz yo'q. Bu ayolni mavzusida, mana shu mavzuda xalq qanaqa ko'tarilyapti. Birodarlar, bu achinarli holat. Ulamolarimiz uchun biz turib bermayapmiz. Alloh va Rasuli uchun biz turib bermayapmiz. Bilib qo'ying. Biz nima uchun turib beryapmiz? Shu narsani o'yingiz chuqur tafakkur qilingchi, nima uchun, kim uchun turib beryapmiz? Shuni bizni saviyamiz, shuni bizni pozitsiyamiz. Musulmonning pozitsiyasi unaqa bo'lmaydi. Men sizga yana bir marta aytibman, agar musulmonning pozitsiyasini siz mana shu shariatda bularning o'rni qanaqa edi bilish uchun bilmoqchi bo'lsangiz, yoki fuqarolar yoki o'sha ichki ishlar xodimlari ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, fuqarolarga Afg'onistonga chiqarib oling hammasini. Xo'p, tangani bir tomonini ko'rdik biz. Srok berilarkan, tangani ikkinchi tomonini ham biz ko'raylikchi, qanaqa hukm chiqariladi, shariy hukm qanaqa chiqariladi. Va shu o'rinda men O'zbekiston hukumatidan bir so'rab qolaman. Musulmon shariatni tatbiq qiladigan, shariy hukmlarni tatbiq qiladigan institutlarni kuchaytiringlar. Agar bu dunyoda g'alaba qozonaman desanglar, kuchaytiringlar. Biz shu ketishda ketaveramiz, hech nima o'zgarmaydi. Mana mustaqil bo'lganimizdan beri nimamiz kuchaydi, nimamiz o'zgardi? Mustaqil bo'lgandan beri hech nimamiz o'zgargani yo'q. Mana shunaqangi yana avlodlar uxlatilinib kelinaveradi, aldanib kelinaveradi. Bizni farzandlarimizga biz qanaqa bir davlat qoldirmoqchimiz? Kamida bo'lmaganda bugungi kunda mana Eron o'zinikini diktavat qilyaptimi? Sabr qildi, boshqa qildi, talofat ko'rdi u ham. Lekin boshqa tomon talofat ko'rmadimi? Hamisha shu tinchlik deb endi bir narsa bo'lsa Kremlga yugurib, bir narsa bo'lsa Vashingtonga yugurib, yana bir narsa bo'lsa Pekinga yugurib yuraveramizmi? Qachon bir o'zimizni bir anaqamizni diktavat qiladigan millat, ummat bo'lamiz? Qachonki biz shariatga qaytsak, agar materialist bo'lib o'saydigan bo'lsak, o'shanaqa jicha qiyinchilik kelib qolsa, bir tushkunlikka tushib, yo'q, men bunaqa tushkunlikda
qiynab qo'yarkanman deb turib keyin bularni aytganini qiladigan bo'lib qolamiz. Shuning uchun Alloh hammamizga tavfiq bersin. Podshohimizga-da, fuqarolarimizga-da, fuqarolar o'zgarsa albatta Alloh o'shanga qarab podshosini ham o'zgartirib beradi. Bizning maqsad davlat to'ntarishi qilish emas. Biz boshqaruv bu juda Allohning oldida so'rab olinadigan bir nima. Bundan juda qo'rqaman. Men ilmim ham aqlim yetmaydi ko'p insonlarni boshqarib bir nima qilgani. Lekin mana shu boshqaruvni bo'yniga olganlar javobi juda kattaligini bilib qo'yinglar. Bu yer Allohniki va din Alloh o'zini diniga xohlagan bandasini olib keladi. U ichki ishlarda xodimi bo'lgan bo'lsin, u xodimi bo'lgan bo'lsin, xohlagan bandasini o'zini diniga olib kelib qo'yadi. Dinga qaytaylik, holatimiz o'zgarib ketadi inshaalloh. Dinga qaytishimiz kerak.